Koreografasi nima bo'ladi? Avtomatik kuyovlar ustaga aylanadi. Короче, bilganlarga eslatma, bilmaganlarga bitta cho'tki maslahat. Akalar, короче, hozir bitta ishim bir tiyin bo'ldi. Qaranglar. Bunda tagida sariq emusa bor edi, juda ham eski edi. Buni ustiga cho'tki qilib ko'ktirdim. Rangi menga yoqmadi, lekin akam shu narsani xohladi. Bo'ldi, xo'p deb urdim, menga yoqmadi, keyin bitta ikkita joylari bunaqa holat bo'lib tuladi. Sababi buni tagidagi sariq gruntov, sariq emusani tagida gruntov yurilmagan ekan. Shuning uchun o'rtalama mana shunday tuladi. Endi buni shilib chiqish kerakmi? Endi siqilib tursam, og'aynim aytib qoldi, suvni sepib turib, iyigandan keyin shilasan deydi. Haqiqatan sizlarga ham mana shu narsani ko'rsatmoqchiman. Qaranglar akalar. Mo quruq tomoni mana. Umuman shillamas ekan, yomon qiyin ekan, mana shu tomoni. Endi mana shu joyiga ozgina suv sepganman. Ko'ryapsizmi? Mana shu osonchilar ekan. Mana shu emulsiyalar ustiga yana bitta emus uradigan bo'lsanglar, o'rtoqlar, menimcha yaxshi bo'lmaydi. Uning uchun shilib olib turib, keyin yangi gruntovka sepib turib, keyin urgan menimcha yaxshi. Ko'ryapsizlarmi akalar? Sal suvda namlab turib, keyin qilish kerak ekan. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmanglar.